Mana shu suvdan men mana 4 ta farzandimga ichiryapman. 4 ta farzandim erta kasal bo'lsa kasal bo'ldi ham. Hech kim javob bermaydi bu uchun. Suvda ahvolini ko'ryapsizlar. Suvimizni qilib berishsa. Qani men bir iltimos qilardimki, o'sha mutasaddilar, o'sha javobgar shaxslar kelib turib, bir satil men beraman, olib borib oilasiga o'sha suvdan ichirib ko'rsin. Quyi qaynama mahallasiga bundan 2 oy oldin kelganimizda aynan mana shunday toza suvni emas, qumga to'lgan suvni ko'rar edik, ammo bugun esa bu mahallaga suv olib kelindi. Menlarda yana bir natija. Avvalambor sizlarga ming rahmat deymiz suv uchun. Mana sizlar keldilaringiz, sizlar tufayli, mana shu televideniya tufayli mana sovuqlikdan kelishida boshlangan yangi nasoslar qo'yib ketishdi. Oylab yotgan musor suvlarimizni kompressor bilan tozalab ketishdi. Sizlarga ming rahmat deymiz televideniya xodimlariga. Mana xalqni o'ylaydigan televideniya bor ekan. 9 oy musor ichdik, qum. Mana hozir Xudoga shukr, mana nima edi, suvlar kanallar tashlandi, quburlar, turbalar tashlandi. Hamma joyga suvlar o'tdi. Xudoga shukr suvlarimiz zo'r, yaxshi. Rahmat millarga. Xudoga shukr, mana suvlarimiz yaxshi bo'ldi. Shu paytgacha loyqa ichib yotuvdik. Kelib ko'ruvdilaringiz bu safar. Hozir Xudoga shukr, suvlarimiz yaxshi bo'ldi, tiniq bo'ldi. Bemalol ichyapmiz, sotib olib ichmayapmiz. Turbalar hamma narsa almashtirildi, yaxshi bo'ldi. Mana ovqat choylarga shu sotib olib ishlatardik. Hozircha yaxshi. Rahmat sizlarga. Ushbu masalani yechishda yaqindan yordam bergan Samarqand tuman hokimligi va suv ta'minoti Samarqand tuman filiali xodimlariga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Charos Yo'ldosheva, Shukur Tursunqulov, Samarqand.